Bola qalaysizlar? Sizlarga bitta savolimiz bor. Matematikadan agar to'g'ri javob bersalar sovg'a beriladi. Kim qatnashadi? Sanmi? Farqi. $500 pul bor. Ushla. Mana. $500 pulni 50% topish kerak, 25% qo'ling ol. Aha, qo'ling ol. 20%, 10%, 5% topib berish kerak. 1 minut ichida. Xo'p. Omad tilaysizlarmi? Kim bu, akalaringizmi? Bo'ldi. Akangmi? Молодец, bo'ldi. Xo'p, vaqt qo'yamiz. 1 minut ichida 8:03 da ketdi vaqt. Davay. 50%. Молодец. Chiqa. Aytish mumkin emas, aytmanglar, o'zi qilsin. Xo'p, tekshiramiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, zo'r sovg'ani beramiz. Qaranglar. Faqat oxirgisi xato. Eng oson usuli qara. 50% ni topish uchun 2 ga bo'lish kerak. Prosta 502 ga bo'lsa 250, to'g'ri. 25% ni topish uchun 4 ga bo'lish kerak. To'g'ri, 125. Buni 2 ga bo'ldik, to'g'ri. 20% topish uchun nechaga bo'lish kerak? 5 ga bo'lish kerak, tamom. Shunda 100 chiqadi. 10% topish uchun nechaga bo'lish kerak? 10 ga bo'lish kerak, 50, to'g'ri. Oxirgisi 5% topish uchun sonni 20 ga bo'lish kerak edi. Shunda 500 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, necha qolardi? $25 bo'lardi. Tushundingmi? Mal, xafa bo'lish-yo'q, bu safar nasib etasan. iPhone istaganmi? Xo'p. iPhone istagan. Shogirdim ko'rib qoldi, Toshkentda qalay nastroyeniyalar, shogird? Yaxshi, rahmat. Ha, nima natijalar ko'rsating? Gapir. Bizga kursga kelgandan keyin. O'qishlarga kirdik. Qaysi o'qishga kirding? Diplomatiyaga kirdim. Молодец, красавчик. Diplomatiyaga mo'sus kiyinib yuribdi, красавчик. Молодец, shogird, tabriklaymiz, lekin diplomatiyaga kirish hammaga emas. Mujik gap yo'q. O'qishlarga omad. Men kursga keladigan hozirgi qiyomat shogirdlarimga nima maslahat berasan? Maslahatim o'qish kerak vaqtida. Aha. Vazifalarni topshirib, harakat qilish kerak o'zi uchun. Xo'p, Mana yaxshi. maslahat beraman. Красавчик gap yo'q. Rahmat shogirdim. Charchama, xo'p. Matematikani xuddi shunday eng oson usullarda o'rganishni xohlasalaringiz, ushbu ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, joylaringizni band qilsalaringiz, shaxsan o'zim farzandlaringizni tekshirib, olish qobiliyatiga qarab, mos guruhlarga joylashtirib beraman. Bizda SIT milliy sertifikat, Prezident maktab, al-Xorazmiy maktablar, litseylarga 0 dan ochiladigan guruhlarimizga start berganmiz. Hammalaringizni kutaman.